دستێکی بناوی ڕێبەبەریا بەسەر ئاباکوڕ و وڵاتی سووری بناوی دایرە تێکیدی دەربا ئەم خێرهاتنە نوێنەری وەزارەتە کاری دەربا ئاکۆمارە ئۆزبکستان برێز دکتۆر بەهرەمەجان ئالایەف دکردنەوەکە میوانێکی عەزیز و دەلات ئیرۆ ئەمێ مۆت و دکەسا ئەمێ ڕادستی کۆمارە ئۆزبکستان دەکەن جوا 24 ژن و 68 زارۆک جوا زارۆکە 8 جوا سێوی Bizda qo'lyaptilar. O'zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan bugun shu O'zbekistonga qaytarilib olib ketilayotgan fuqarolarni jamiyatga to'laqonli integratsiyasini ta'minlash maqsadida maxsus dastur ishlab chiqilgan. Bu qaytib ketayotgan fuqarolarga hukumat tomonidan barcha iqtisodiy, ijtimoiy, moddiy, psixologik va boshqa sohalardagi barcha amaliy yordamlar beriladi. Ayollar ish bilan ta'minlanadi. O'z xohishlariga qarab ayollar tadbirkorlik ishlari bilan shug'ullanishlari mumkin. Bular uchun biz o'sha moliyaviy resurslar ajratiladi, sharoitlar yaratib beriladi. Bugun qaytarib olib ketilayotgan 24 nafar ayollar shu yo'lga aldanib kirib qolganliklarini yoki boshqa kuchlar ta'sirida kirib qolganliklarini afsus bilan aytib, endi bu yo'lga boshqa qaytmasliklarini bir necha bor bizga ta'kidladilar va vatanga qaytishga tayyor ekanliklarini, vatanda shu osoyishta tinch hayot kechirishga tayyor ekanliklarini bildirdilar. Qaytarib ketilayotgan bolalar uchun alohida maxsus dasturlar tayyorlangan. Bolalar shu o'zbek bolalari bilan birgalikda bir xil sharoitda maktabga boradilar, bog'chaga boradilar va ularning kelajakda yaxshi ta'lim, tarbiya olishlari uchun barcha imkoniyatlar O'zbekistonda yaratiladi va bu masala bizni mamlakatimizning rahbari, hurmatli prezidentimizning shaxsiy nazoratlarida bo'ladi.